Assalomu alaykum, hurmatli tadbirkorlar. Bugungi kunda banklarga mahallalarda tadbirkorlar bilan uchrashib, tadbirkorlarni hal qilinayotgan masalalarni hal qilib, o'zimizda banklarda imtiyozli kreditlarni sizlarga taqdimot qilib, bo'sh ish o'rinlarini yaratish masalasi qo'yilgan. Bugungi kunda bizni bankimizda jismoniy shaxslarga va yuridik shaxslarga imtiyozli kreditlar berilmoqda. Shular haqida sizlarga bir qisqacha ma'lumot bersam, jismoniy shaxslarga o'zini o'zi band qilgan fuqarolarga mahalla bankirining tavsiyanomasi asosida 50 milliongacha mahalla loyihasi bo'yicha 5 yil muddatga 25%dan, ayol kishilarga bo'lsa 23%dan kreditlar ajratilmoqda 2 yil imtiyoz davri bilan. Undan tashqari biznesga birinchi qadam, ya'ni u ham 17 milliongacha, bunda ham o'zini o'zi band qilgan fuqarolarga mahallaning belgilangan bankirining tavsiyanomasi asosida kreditlar ajratilmoqda. Undan tashqari yuridik tashkilotlarimizga ham bugungi kunda 312-qaror bo'yicha hamroh mahalla turi bo'yicha yoshlarga, institut bitiruvchilarga kreditlar ajratilmoqda. Unda 100 milliongacha bo'lsa garovsiz, ya'ni 312-qaror bo'yicha garovsiz, 100 milliondan yuqori bo'lsa garov ta'minoti bilan, ya'ni 300 milliongacha. Bunda ham 312-qaror bizning tumanimiz ikkinchi toifaga kirganligi sababli 22%dan ajratilmoqda. Bunda ham ayollarga imtiyoz bo'lganligi sababli, ya'ni 20%dan, ya'ni yakka tartibda tadbirkor ayol kishining nomida bo'lsa yoki bo'lmasa MChJ oilaviy korxonaning ustav fondidagi 50% ulushi ayol kishiga tegishli bo'lsa, bunda kreditlar 20%dan ajratilmoqda.